Azizlar, hammaga assalomu alaykum. Hurmatli Saidjon Resavakasini kuzatuvchilar, juda ham ko'pchiliklarga zo'r yangilik yetkazib boraman. Hozir iyun oyida turibmiz. Oktyabr, noyabr, dekabrga ham biletlarimiz bor. Bemalol O'zbekiston istalgan o'zingizga, Vodiyga ham, Vohaga ham biletlarni xarid qilishingiz imkoniyatiga borsizlar. Bu videoni maksimalni shu oyda ketadigan hoji akalarimizga tashlab qo'yasiz degan iltimosimiz bor. Xo'p, hozir chiroyli bilet yozib berildi. 16-iyunga Vunuko Qarshi yo'nalishi bo'yicha Navro'z akam ikkita bilet xarid qilishdi. O'zbekiston Airways'dan Qarshiga haftada bitta reyslari bor. Bemalol biletlar xarid qilish imkoniyatiga egasizlar va sizlarga eslatib qo'yaman men. Aeroportimiz bor, dokumentimiz borlar, murojaat qilasizlar. Kutib olib, kuzatib qo'yish xizmatlari bor. Hoji akalarimizga bu videoni albatta tashlab qo'yamiz. Hojilarimiz ham befarq qolishmasin. Va sizlarga mana bu vizitkamizni ko'rsatib qo'yay. Mana bu vizitkamiz kimga ofisga kelib, bilet olib ketib, vizitkamizni onlayn tarzda bilet olmoqchi bo'lgan do'stlarimiz vizitkani ko'rsatganga 500 rubl addushi skidkasi bor. Albatta videoga podpiska bosib, like bosib, esdan chiqmasin do'stlar. Ko'rib turibsizlar, noyabrga ham, dekabrga ham prodajalarimiz ochiq. Sog' bo'ling.